AQShning Eronga qarshi urushi Eron xalqi haqida emas, Yevropa inson huquqlari masalasini stolga qo'yishi mumkin. Professor Amir Mogaddamning ta'kidlashicha, rasmiylar mintaqaviy mojaroga xalqaro e'tibordan foydalanib, ichki repressiyani kuchaytirishgan. Dunyo Eronda nima bo'layotganini bilishi uchun tinch aholi o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishadi. Yaponiya, zamonaviy samuraylar yangi dushmanga qarshi kurashmoqda. Iqlim ochirish. Ammo so'nggi yillarda Yaponiyaning Soma Nomoi samuray festivali yangi dushman tahdidi ostida qoldi. Haddan tashqari issiqlik. Baning Baraka shahriga dron hujumi Zaporijyedan ham zararroq, dedi IA rahbari Euronews'ga. Rafael Grossi Euronews telekanaliga bergan intervyusida Baning ishlayotgan atom stansiyasiga dron hujumi Zaporijyedagidan ko'ra ko'proq xavf tug'dirishini aytdi, chunki hujum vaqtida uning reaktorlari ishlayotgan bo'lib, tonnalab yadroviy material, juda va o'ta og'ir oqibatlarga olib keladigan radiologik avariyaga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Fox News telekanali Bayning boshidan boshlovchisi Vazirlar Mahkamasi rahbari Kaliforniyada gubernator uchun to'qnashmoqda. Agar bu natijalar saqlanib qolsa, har ikkala partiyaning shtatning o'rmonda birlamchi tizimida ikkala o'rinni qo'lga kiritishga bo'lgan dastlabki umidlariga qaramay, an'anaviy demokratlar va respublikachilar tanlovi o'rnatiladi. Bunda barcha birlashmalardan nomzodlar bitta ovoz berish byulletenida paydo bo'ladi va qaysi partiyadan qat'i nazar eng yaxshi ikki o'rinni egallaydi. Saylov kechasi uchastkalarning 73.4% qisman hisobot bergan bo'lsa, rasmiy natijalar Hiltonning 26.9% ovoz bilan oldinda, Better esa 25.8% ovoz bilan keyingi o'rinda ekanligini ko'rsatadi. Har bir nomzod taxminan 1 million ovoz to'pladi. Better esa 46 million. Eron urushining 96 kuni AQSh va Eron yangi hujumlarni amalga oshirayotganda sodir bo'layotgan voqealar. Kuvayt havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari kelayotgan dron va raketalarni tutib olganini, Bahrayn esa ogohlantirish sirenalarini faollashtirgani bilan qo'shni davlatlarga ham tarqaldi. AQSh markaziy qo'mondonligi CENTCOM, shuningdek, Eronning bir nechta raketalari va uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini aytdi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi esa AQSh zarbalariga javoban mintaqadagi AQSh harbiy obyektlarini nishonga olganini da'vo qildi. Oxirgi voqealar urushni tugatish bo'yicha diplomatik sa'y-harakatlar bo'yicha noaniqlik davom etayotgan bir paytda yuz berdi.